xafa bo'lamiz, to'g'ri yo'l ko'rsatgan insonni yomon ko'ramiz, lekin egri yo'lga boshlagan insonni ortidan qolmaymiz-da. Nega? Yaxshi ko'rgan yaqinlarimizga, kasal birodarlarimizga vaqtimiz yo'q, lekin 7 yot begona insonlar bilan oshga har doim vaqt topamiz. Oilasi nochorroq singlimizga har xil bahonalar bilan yordam bermaslikka harakat qilamiz, lekin xalqning ko'ziga qozon-qozon oshlar qilib ziyofat beramiz. Ota-onamizni haftada bir bora ko'rib kelishga fursat yo'q, lekin ammo ulfatlar bilan o'tirishga har doim vaqt topamiz. Nega? Ayolimizga bir necha kalima shirin so'zimiz ayimiz, lekin ko'chadagi ayollarga go'zal so'zlarimiz orasidan go'zallarini topib